Ozodjon, haqiqiy xonadonga yetib keldik biza. Lokatsiyasini video davomida aytib o'taman. Siz esa obzor davomida chiroyli suratlarni chiqarib berasiz degan umiddaman. Boshlayveramiz o'ng qo'ldan. Oshxona nima deyapti? Boshladik. Stroyniy shkaf mana shunaqangi zakaz deb qo'yishadi buni. Duh kontur kotyolimiz ishlab turibdi. Gazlik xonadonlarni obro'yi oshib ketdi. Bitta mana shu joydan bitta efir qilasan, Ozodjon, mana keyingi qurilishlarimiz xudo xolasa foydalanishga topshirilyapti. Sen esa menga qarab kelaverasan. Oshxonani ko'rsatdik. Keyingi surat razdelni sanuzel bizaga bitta ko'rsatasan. Alohida kokoliti unitaz uchun alohida kabina hamda vannasi uchun vannaga ham yana bitta tualet qo'yishgan. Bu juda ham ideal holat. Aristonlarigacha qo'yib qo'yishgan. Mana esa o'ziga tafti bilan tortib turgan narsa mana bu xona. Haqiqiy orzu-havas, zamonaviy ko'rinish, mana bunaqangi dekoratsion shu holatiga zerikmayman, siqilmayman, kun bo'yi mana shu joyda dam olaman degan joyi bo'ladi. Ortiqcha mashmasha yo bo'lmasam ta'rifga hojat yo'q. Oyoq ostidagi mana shu kovrikni o'zi mana o'ziga tortdi. Ko'rpachadan qalin. Demak, prixojidan chap qo'lga bizani bolajonlarimiz uchun ajratilgan xonasi. Xonadon juda ham qimmat, sababi qimmat xonadon bo'lgandan keyin qimmat avoy, qimmat bitoy texnika ishlatiladi. Mana bu joydan aniq lokatsiyani ko'rsatasan, Ozodjon, to'g'rimizda Buxara City karvon bozorimiz majmuasi joylashgan. Kelaverasan 9 qavatlik Imran Building, o'sha mashhur Imran Buildingni 9 qavatlik imoratlarni 6-qavatda biza. Men esa zal haqida ma'lumot beraman. Zal juda ham ideal. Elita parda, Titanik ko'rinishdagi mana bunaqangi trenddagi qandillar, kamenniy stoyka hammasini ko'rsatasiz, Ozodjon. Juda ham chiroyli dizayn asosida, dekoratsiyaga gap yo'q. Shu holatiga maza qilib o'rtog'ingizga yo bo'lmasam dugonangizga bir uy olib qo'ydim, Buxoroga yagona degan gap mana shu joyda bo'ladi. Xudo xolasa yaqinlaringizga tarqatasiz, bizani kuzatishda davom etasiz. Sizga yaxshi niyatda ilindik. Videomiz, mehnatimizga bitta reaksiya bildirasiz degan umiddaman. Yaqinlaringizga tarqating, bunaqangi variant har doimda bo'lavermaydi. 100 kvadrat maydonni siz uchun xudo xolasa 72 ming AQSh dollariga maza qilib yashaydigan xonadon. Kelsangiz o'zingiz guvohi bo'lasiz. Like bosib kuzatishda davom etamiz. Keyingi formatda o'tkazib yubormaslik uchun bizaga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Salomat bo'ling.